Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 6 va 7 darsning muzokarasini qilamiz. Biz o'quvchilar kirib bo'lguncha bir oz saqlaymiz. O'quvchilar kirib bo'lgandan keyin muzokaramizni boshlaymiz. Endi sizlarningki biz tunugungi darsning muzokarasini qilmadik, chunki tunugungi 6-darsda bak asosiy sizlarga nisbatan yangi grammatika chiqmag'achqa biz tunugungi darsning grammatikasini qilmadik, ammo tunugungi darsda tushunmagan mazmunlar bo'lsa, biz buni bugun so'zlab ma'amiz. Shunga tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'ranglar. Biz hozir muzokaramizni boshlaymiz. Unda bo'lsa arkadaşlar biz oldi bilan bugungi darsninki yangi grammatikalik mazmunni bir so'zlab o'taylik. Undan keyin biz savollarga javob beraylik. Endi biz bugungi 7-darsninki grammatikasi birinchi qilib sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, biz bugun sizlarga yangi bo'lgan af'alun naqisa, kamtuk fe'l degan bir narsani o'rgandik. Kamtuk fe'l. Bu kamtuk fe'l nima uchun bu kamtuk fe'l deganda, chunki bu o'zining ma'nosini to'liq ifodalashda bir ismlik jumlaga ehtiyojliq bo'ladi. Shunga bu kamtuk fe'l deb atalgan. Undan boshqa sabablarimi bor. Endi bu kamtuk fe'llar qaysi deganda biz buning faqat birisini o'rganamiz, ayolligini o'rganamiz. O qaysi deganda kana. Kana bu kamtuk fe'l, ya'ni o'zining ma'nosini ifodalashda bir ismlik jumlaga ehtiyojliq bo'ladi. Ya'ni bu ismlik jumlaning beshiga kiradi. İsimlik cümlenin beşiğe kirib, şu cümleninki igisini, yani mubtadasini özünün ismisi qilib peş qiladi, xabarini özününki xabar qilib zivar qiladi. Dal ininin aksicha. Xuddi sizlar misolda ko'rganlaridek, at-tullabu kathirun degan bu bir ismlik cümlenin beşiğe kana kirdi. Kana-tullabu kathiran. O'quvchilar ko'p edi degan bo'ladi. Endi kanatmi shuning o'xshash ayollik shakli, masalan, kanat-talibatu kathiran deganga o'xshagan. Endi buning boshqa turlari bor. Fe'l naqisniki boshqa turlari bor. Uni biz o'z navbatida so'zlaymiz. Bu vaqtda kana kirgandan keyin bu jumlaga tarkib qilgan vaqtimizda kana fe'l naqis, at-tullabu ismi kana, kathiran xabaru kana deb tarkib qo'yamiz. Bu bizning bugungi darsdagi birinchi sizlar yana o'rgangan mazmunlar. Ikkinchisi bu nihoyatda bir oddiy bir masala. Masalan, zahabat bu uchinchi shaxs ayollik birlikda oxirisi sukun o'qildi. Agar bundan keyin alif lamlik bir ism kelib qolsa, alif lam degan ilgirki harfni o'ziga qo'shishni talab qiladi. Endi zahabat degan bir fe'l kelib qoldi, undan keyin alif lamlik bir ism kelib qolsa, bu zahabat sukun bilan to'xtag'achqa buni qo'shib olmaydi. U vaqtda qanday harakat berib qo'shimiz? Bunga zir harakat berib turib qo'shimiz bo'ladi. Zahabatit talibatu bo'ladi. Endi qara'tum bu oxir mim sukun. Bunimi keyindan alif lamlik bir ism kelib qolsa, buni qanday qo'shimiz degan vaqtda buning qumi, ya'ni sukunliq mimni qo'shib olmaydi. Cho'qim buni bir harakat berishimiz kerak qo'shish uchun. Qanday harakat beramiz? Pesh harakat beramiz. Nima bo'ldi? Qara'tumul Qur'ona bo'ladi. Qara'tumul Qur'ona. Mana mushu bo'yicha bo'ladi. Bu oson. Endi uchinchi qilib bizningki o'rgatmoqchi bo'lgan grammatikamiz nima deganda, biz qara'ta desak, masalan, qara'ta o'qiding sen. Endi uni o'qiding sen demoqchi bo'lsak deymiz, huvaninki unib keladigan shaklini qo'yamiz. Nima bo'ldi? Qara'tahu uni o'qiding sen degan bo'ladi. Endi bu jumlaga tarkib qo'ysak, qara'a fi'l, ta fa'ili, hu ju maf'ulun bih bo'ladi. Qara'tum o'qidinglar sizlar. Endi buningga ko'plik shakliga, ikkinchi shaxs ko'plik shakliga huva degan bu domini qo'shmoqchi bo'lsak, buni ulam shakli bo'lgan huni qo'shamiz, ammo buni o'xshamaydigan tarifi bu qara'tum degan bu tum degan bu ikkinchi shaxs ko'plik almashiga uchinchi shaxsning almashini qo'shmoqchi bo'lsak, buni o'ttirib elib turib qo'shamiz. Nima bo'ldi? Qara'tumuhu. Ya'ni bu
Şu qo'shildi deymiz. Endi bugungi darsga bundan boshqa yangi mazmun yo'q. Qolgan chemigan mazmunlar bo'lsa sanglar bo'ladi. Tunugungi 6-darsda bir o'quvchimiz bundaq bir savol so'radi. Uningga bir javob berib o'tay. Ya'ni tunugungi 6-darsda o'quvchimiz bir yerni tushunmagan. 14-mashq deganda qilgan edi. 14-mashq. 14-mashq iqra'il misal thumma imla'il faragh fima yali ala ghirarihi. Misalni o'qing, undan keyin bo'sh o'rinni, tundagi bo'sh o'rinni shu bo'yicha ghirarihi degan shu bo'yicha to'ldiring. Endi biz jav'an, atshan, shab'an dedik, sifat mushabbiha dedik. Ya'ni bu ism fa'ilga o'xshaydigan bir sifat. Ya'ni jav'an bo'lsa ism fa'ilga o'xshaydi dedik. Masalan, qilg'uvchi aytguchi, masalan, jav'an desak och. Shu odam och odamni ko'rsatadi. Endi buning erligi jav'anu chiqadi. Ayolligi jav'a, fa'la o'lchimida chiqadi. Fa'la. Hamda shu bo'yicha. Masalan, shab'an bo'lsa, erlik bo'lsa, shab'a ayolligi. G'adban bo'lsa, ayolligi g'adba. Atshan bo'lsa, atsha. Mushu o'lchamda. Bu bir o'lcham. Erlik ko'plik kuchi desa, jiya' o'lchimida chiqadi. Ya'ni fi'al o'lchimida. Masalan, itosh, itosh, g'idob, shibo' demak, fa'lani o'lchimida kelgan o'lchimi. Ayollik uchun o'xshash. Ammo buning kaslarni o'xshamaydi. Ma Ibrohim shab'an joma, shab'an mim chiqib qopti ma'noda. Mama g'adban, al-mudarrisu g'adban, al-mudarrisatu g'adba, al-mudarrisuna g'idob, al-mudarrisatu g'idob bu shaklda. Ammo kaslarni o'xshamaydi. Masalan, kaslarni Yusufu kaslanu ayolligicha kasla o'xshash ayolligi ko'plikka o'xshamaydi. Nima? Kusala ayolligimi kusala. Mushu bo'yicha. Undan boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'ranglar. Undan boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'ranglar. Agar boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi shu yerda oyoqlashadi. Biz bugun 6-7-darsning muzokarasini qildik. Ahvoldan qaraganda bolalarning tushunmagan mazmuni yo'q o'xshaydi. Unda bo'lsa, biz kelarki soatlik darsimizni muzokarashni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.